Söz eyledi insonni juda hayvondin, bilg'il guhari sharif raq yo'q ondin. Mana shu Alisher Navoiyning buyuk vasiyatini Ogahiy hazratlari o'ziga dasturul amal deb bilganlar. U zot sharif umr bo'yi so'zni ardoqlab yashaganlar. So'zni insonni inson qiladigan bir Alloh taolaning buyuk ne'mat sifatida o'z hayotlari uchun bir ma'naviyatning qudratli quroli deb bilganlar. Ogahiy hazratlarining shunday bir qit'alari bor. Kishi sonsiz imorat qilsa bunyod va yokim haddin afsun qo'ysa avlod, tutib bo'lmas birisidin baqo ko'z, qolur boqiy jahon ichra magar so'z degan. Mana shu misralardan ayon bo'lib turibdiki, Ogahiy hazratlari so'z yalovini, so'z bayrog'ini hamisha baland tutib yashaganlar va bu bayroqqa, bu yalovga hech qachon gard yuqtirmaganlar. Shuning uchun Ogahiy hazratlarining merosini kuzatar ekanmiz. İnsondagi barcha fazilatlarni, barcha ma'naviy fazilatlarni, barcha moddiy fazilatlarni dunyoga bunyod qilishda, dunyoga keltirishda so'zning ahamiyati beqiyos ekanligini biz hamisha muttasil, chuqur his qilib turamiz. Ogahki g'azaliga Muhammad bo'lmanga mahshar qadar g'amxor qurboning bo'lay. Etmagil istaklarim inkor qurboning bo'lay. Men sening sadqang bo'lay. Zinhor qurboning bo'lay. Id erur kulbamga kel ey yor qurboning bo'lay. Id subhi yanglag'och ruxsor qurboning bo'lay. Dasta dasta arg'uvon gullar tutarman qo'linga. Lolalar yashnab chiqar yurganda o'ngu so'linga. Erkalab popuk taqay ul mushki xush sunbulinga. Kel bahona id rasmin aylabon kim yo'linga. Naqdi jonimni qilib isor qurboning bo'lay. Quvnashib gulg'unchalar parvona bo'lsin jon sana. Qutlabon bo'lg'oli keldim bir kecha mehmon sana. Mahvashim kelgin yonib yo'ldosh erur iymon sana. Vosili didoring ulg'ay bo'lgan el qurbon sana. Qilmani ham vosidi didor qurboning bo'lay. Dildagi maqsudima sen birla shod yetkim durur. Qayga borsang charx urib menda shitob ketkim durur. Sen bilan baxtim kulib tug'yon urar dilda surur. Maqtaminga yo'q borimni nisor etkim durur. Kulbama kelmasdin etma or qurboning bo'lay. Kokilingni tashla baryon laylidek yurma qochib. Yo'llaring ravshan etarman naqdi jonimni sochib. Qo'rqamen bo'lg'aymu deb gap garchi ketsam qochib. Shodlik bilan kelib xurshid yanglig yuz ochib. Tira shomim aylab pur anvor qurboning bo'lay. Oshiq erkinning bugun kayfiyati ko'p choq erur. Oliy ustoz ruhidin yo'li mudamo oq erur. Bir umr ilhomchisi she'ru g'azal ushoq erur. Ogahiy qurboning o'lmoqqa basi mushtoq erur. Kelgil oni ayla minnatdor qurboning bo'lay.